Xo'p, e'tibor beramiz 22-savoldamiz. Savolda xo'p, shunchaki hisoblab bering degan xolos, to'g'rimi? Nimani tushunyapti shuni ko'rgan vaqtda? Nimani tushunyapmiz? Ya'ni birinchi hosil olib, o'rniga birni qo'yib. To'g'ri. Hosil olib o'rniga bir qo'yish kerak. Birinchisidan hosil olaman. F dan t bo'yicha hosil olyapman, to'g'rimi? Aytyapti, f funksiyadan t bo'yicha hosil olib bergin deyapti. Hosil olsam 4ta t ning kubi minus 4ta t birdan hosili 0. Endi hosila olib o'rniga 1 qo'y deydi, to'g'rimi? Hosil oldim, o'rniga 1 qo'yishga harakat qilyapman. 4 ko'paytirilgan 1 ning kubi davom ettiringlar. Minus 4 ko'paytirib 1. Mana bu nechi? 4 minus 4. Hisob kitob nima bo'ladi? Bormi shunaqa javob? A javobda turibdi ekan. Xo'p, 23 bu aytganimizdek. O'shaning uchun hozircha biz u mavzuga muammomiz bor, chunki mavzuga o'tmaganmiz. Ya'ni u qismini o'tmaganmiz. O'shaning uchun qoldirib o'tyapmiz. Xo'p, 24damiz. Kelishgan, u misolda o'sha o'tganimizdagi ko'rib ketganmiz. 24da o'qiylikchi. Ikkita to'g'ri chiziqning kesishdan hosil bo'lgan qo'shni burchaklarning ayirmasi 20 ga teng. Ikkita qo'shni burchaklarning nima degan? Ikkita to'g'ri chiziq degan mana. Ikkita to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan burchaklarning ayirmasi 20 gradusga teng. Mana bu tarafini x desam, buni y deb olsam bo'ladimi? Xo'p, demak y minus x nechiga teng? 20 ga teng. Ayirmasi 20 ga teng. Bu burchaklarning kichigini toping. O'zi qo'shni burchaklar yig'indisi nimaga teng? 180. Y plus x ning yig'indisi 180 ga teng. Qo'shib yuborsam 2 y bo'lib qoladimi? Teng xlar tushib qoldi. Necha? 200 bo'lar ekan. Y nechiga teng? 100 ga teng. Ha, bu degani bitta burchak 100 degani, mana bu taraf 100 ga teng bo'lsa, sherigi 80 bo'ladi-da. Chunki qo'shni burchaklar 180 gradus berish kerak. Shundagi aylanani yarmida. Xo'p, kichigini top degan. Kichigi nima bo'ladi? 80 bo'ladi-da. Qaysi javobda turibdi? B javobda turibdi. Kattasi bo'lganda 100 bo'lardi. Qanaqa savol bor? Savol yo'q, yaxshi yozib oldik.